Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, azizlar, ko'p kishi meni rasmlar tayyorlash so'rashgan ekan, aka-ukamizga video qilishga qaror qildik. 7-may 2025-yil. Normasini tushuntirib o'raysiz bo'mi? Necha qanday? Bir araba chag'il qo'shiladi, bir xalta sement qo'shiladi. Ikki araba qum, bitta chag'il, 50 kilo sement, ha? 2'ye 1 deb hisoblanadi yo 3'ga 1? 2'ye 1, ha? 2'ye 1 deb hisoblanadi. 9 araba qum, 8 araba chag'il, 7 chag'il. bir araba sement qo'shiladi. 4 200 kilo. 200 kilo sement qo'shiladi mana shunga. Mana shu rastvorimizga. Mana bu araba bilan 9 ta qum, 7 ta shag'al, keyin 200 kilo sement qo'shamiz. Har bir zagotovkaga. Ana uni ham 2 arabaya bitta shkaturka qilganmiz. O'sha zabardast bo'lish uchun. Shkaturkani ham o'sha normasini bir xil qilganmiz. Ayrim joylar 4 arabaya qo'shib ekan, biz yaxshi bo'lsin, sifat zo'r bo'lsin deb shunaqa norma qilganmiz. 2 araba qumni. Lekin uyda egasi sal sement ko'proq rasxod bo'lishi mumkin, lekin sifat bo'yicha juda ham zo'r bo'ladi. Sifatli bo'ladi. Shkaturka agar qilinadigan bo'lsa, o'sha 8 arava qildik. Mana bunday arava bilan 8 taga elab setkadan 2 xil setkaga qilingan shkaturka. Bir arava ko'proq qo'shiladi shira bo'lish uchun. Semeni joyi, lekin sement juda ham yaxshi qo'shamiz. Hozir 5 tonna sement olganmiz. 300 kilo atrofida sement qoldi. 400 kvadrat shkaturka ketdi. Devorlar pishiq g'ishtni xom varianti edi, kichkina g'isht edi, tekis terilgan edi. Keyin 1 tonna o'sha stashkaga ortdi. 4 tonnasi shkaturka ishlatdik 400 kvadratga. Ishlarimiz davom etyapti, jarayonlar. 30 mingdan stashka 45 minggacha tagini tayyorlab, avtomatik qilib beriladi. 30 mingdan qilib beryapmiz. O'sha yerlar holatiga qarab shkaturkani ham 30 dan bir joyga bo'ldi. Mayakka bo'ladigan bo'lsa 40 ming, 45 ming atrofida kelishtirib qilib beriladi. Joyiga qarab bo'ladi, aytilgan narxga nisbatan. Ushbu joy Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Tinchlik mahallasida joylashgan. Atkulich olingan hammasi. Stashka, shkaturka, patologlari ham bo'ldi mana. 70 kvadratdan joy. Dekor plast, gipsokarton. Xonalarni ko'rsatib o'tamiz hozir. 30 mingdan promoy boshlanadi, 45 minggacha havuzli, fasolli variantlar bilan. Rastvor tayyorlash mana shunday bo'ladi. O'sha o'zini ham suqi bir marta qorib olinadi bu. O'sha 9 arava qum tashlagandan keyin 2 ta sement tashlab, shag'al tashlab, ustidan yana 2 ta sement tashlab qorib olinadi. Ochib mana shunday suv tashlab, yopib boraverlar yonbosh qismi. Bu jarayonlarni ham alohida video qilamiz, nasib bo'lsa ko'rasizlar. Keyin qumni sal grubroq ishlatiladi. Toshi bori, shkaturka sal melkroq ishlatiladi. Shkaturka mana oldin olgandik. Mana bu stashga olingan toshi bo'ladi ham. Biza to'q qo'ydik deydi. Biza tomonlarda ham boshqa joylarga ham bordir. Mana bunda toshi bo'lishi kerak, обязательно mana toshlar stashga. Mana buni kecha qo'yganmiz. Hali qurimagan. Mana patologlar hammasi bo'ldi xonada. Bu yoqda yopib bo'lgan. Bu
Bu ham dekor plus bo'ldi, koridor. Bu xonamiz ham dekor bo'lgan. Aboyga tayyorlaymiz. Pravila qildik vanna bo'lmasligi uchun. Chornama qilib o'tib qo'yilgan. Taglarni stashka qildik, hali qurilmagan. Nasib bo'lsa, aboylarni ham to'liq ko'rsatamiz. Patkilch qilib beramiz. 30 promoy, ishga turkiya ham 30 ming, stashkani bir xil narx 30 mingdan qilib beramiz. Bitta joyga kvadrat katta bo'lgani uchun 1000 ga yaqin. Opsh patolog, devor, pollari, ishga turkiyalar hammasi. Hozir chornama holatda turibdi. Endi o'sha rotman bilan o'tib, aboyga tayyorlaymiz. Kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aboy MD patolog, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Ikki hafta bo'ldi boshlaganimizga patkilish o'sha ishga turkasidan boshlagandik. Nasib bo'lsa mana 1-2 kunda to'liq yakunlaymiz patologlar bilan hammasini.